Hep bir mahallemizden demine koydu. Sos holat. Sap qiz deydi-ku. Mehmonga kelsanglar, ichib ketsanglar bo'ladi. Ikkita darma yetlar. Ha. Bunga ham ihson karta qo'ymabsan-da. Shu bo'lmaydi. Inson ihsonni menga qilmaysan. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar Otabek Million kanalidasizlar. Sizlar bilan men Otabek Saymovman. Xudo xolasa biz yangi loyihaga keldik. Xudo xolasa Otasholov, Elbek, Sherali buva hammalari ishlayapti. Hozirgina yetib keldik nasib bo'lsa. Bugungi videomiz qiziqroq bo'ladi. Qo'shiqlar eshitamiz nasib bo'lsa. Keng akam ham narsalar olishing. O'to'g'u. Bular maza qilsin deb non, qovun, tarvuz, mayda chuyda qilib keldik. Qo'liz notozaroqmi? Ha. Ama tarvuzda olsangiz isitma qilmang. Nigron zavodni buzdinglarmi? Patrullar Ketgan akam. Ko'p turgani bo'lganmi? Qovun chiqibdi mana. Kecha 8 so'rovdingizmi? Anaga. Bu cho'l hayoti deydilar aziz do'stlar. Xudo xolasa bir qator ko'rsatib boraveramiz hammasini. Operatorimiz halicha yangi, lekin bo'ladi. Sekin-sekin. Hech kim bilib tug'ilmagan deydi-ku. Asosda o'rganar hamma. Anaga. Muhitga moslashamiz deydi-ku. Otib qo'ysang qorong'i bo'lib qolmadimi? Bilar ekansiz. Qani stol. Tashqariga o'tiryapsizlarmi endi? Nimaga? Issiqmasmi tashqari? Ovqat bo'ldimi? Obedcha. Hop. O'qdi manaki. Jigar bormi deyman bu. Mana o'sini bosasiz qarang. Mana bunday qilsangiz, ko'rdingizmi? O Tog'a parashut olmayapmi? ovqat deydi uni, ovqat. Ko'rgan oldingizmi? Chota Navoiyning havosi sal netaroq ekan, odam allergiya bo'lib qolyapti. Shahardik. Bu cho'lda lekin normal, toza havo, maza qilasiz. Zo'r bo'lyapti. Mana tarvuzcha keldi. Qovuncha maza qilib yeydi yigitlar, xudo xolasa issiqda ishlayapti. Boshidan issiq o'tmasligi uchun chakki ham olib keldik. Qayerdadir suzma deydi, qayerdadir qatiq deydi. Biza chakki deymiz. Sapqiz deydi-ku, kelinglar. Xudo xolasa ishlar avjida yurtdoshlar, nasib bo'lsa ishlarni ko'rsatamiz. Birinchi mana operator borlikdan foydalanib, bu yerda shart-sharoitlar yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Keling, operator. Tepa ochiqmi, yopingmi? Ofis ochiqmi? Kalchirdan. Yerga ham ofis qilingan, любой inson o'ziga har doim komfort qilish kerak mana. Konditsionercha qo'shilgan. Yerga o'tirib nima ish bo'lyapti? Polni zavodni ko'rib, mana shu yerda mana kuzatib o'tiriladi. Mana zavod, mana bu yerda yigitlar ishlayapti manaki. Oddoshchan o'ylayjon ishlayaptilar. Mana shunaqa sharoitlarimiz bor. Konditsioner qo'shilgan, yoqdagi maza qilib, habitda issiqda damchan olib, kameradan hamma narsani kuzatib o'tirsangiz bo'ladi. Agarda mehmon kelib qolsa, tepada ham ofis qilib qo'yamiz, chiroyli qilib. Buni ham ko'ramiz kelsanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda gazon to'shalgan, yigitlar kechqurun shu yoqqa dam olyapti ekan. Ichkariga konditsioner bor, sharoit bor dedik. Ichkariga nima qilishmadi. Dush, hojatxona hamma narsa mana shu yerda mavjud.
Mana bu yerda zavodlar ishlayapti. Mana 1 2 3 bir qator ketgan zavodlar. Ular boshqa birovlarning zavodi. Biz zavodimiz mana shu yerda, yana bir ikkita joylarda bor. Bu ofisimiz. Gitaramiz ham bor. Если что, kirsanglar mana sharoitcha udar qilingan. Bu yerda ham xolodilnikda yaxna ichimliklar bor. Bemalol kelib mehmonga kelsanglar, ichib ketsanglar bo'ladi. Lyustralar osilgan mana. O'sha o'zi bilan buringda siz. Mana gitarada qo'shiq aytsangiz bo'ladi aniq qilib. Aytib beraman bir jup. Montajda zo'r qo'shiq gitara chalgan qo'yib yuboraman. Televizorlar hamma sharoit zo'r. Konsernet chiroyli sharoit qilingan. Kelinglar endi. Kelasizlar deydi-ku. Konsernet qo'shib qo'yaylik shuni. Sport xona. Gazoncha maza qilib kechqurun yotsangiz, shabada shamol bo'ladi, ikkinchi etaj maza qilib dam olsangiz bo'ladi. Ustalar maza qilib dam olishyapti. Ana kansani ishlar. Anaki. Bu yerda ham bitta xonamiz bor, buni kaliti esimizdan chiqdi. Bu yerda maxsus ekan. Maxsus ofislar. O chupoq ekan, ha? Red Bullchan ichib cho'lda yurishga necha deydi-ku. Kelinglar. Non olib keldik, abit tayyor yigitlarni. Assalomu alaykum, qorboy, qo'g'u. Mana bu joydan at ko'rma bo'layapti, mollar boqish uchun. Semirtirib go'shtga topshiriladi-da bu. Nima olyapsiz? To'xtab qoldiz. Mana bunaqa apparatlarimiz ham bor, если что. Svet o'chgandan birdan 3 faza tok beradi. Ko'rsanglar bo'ladi. Cho'tamda nimadir oqibdimi deyman, ha? Salarga oqqan, boshqa narsadan oqqan bu. Manaki. Ko'rsanglar bo'ladi. Stop rejim deydimi? Bu svitlar yonar ekan. Zavod bo'laydi bu. Bosib turiladimi? No. Rejim mayli. Burash kerak.
bosish kerak. 3 faza beradi. Ha. Hozir qizib oladi ozroqgina. Qizib bo'lgandan keyin o'chirish kerak. Bir mana buni qo'ysangiz tok berishni boshlaydi mana avtomat. Norm работа generator. Normal ishlayapti deyapti o'zi mana ki. O'chadi hozir. Mana ko'rdinglarmi? Buni o'zi ham ana uni motori qo'yilgan bunga. Meydoti. O'chadi o'zi monitor ha. O'chdi anaki. Bundan ham kattalari bor. Kelinglar. Chayon yotibdi mana, ishlatish kerak buni. Hamma sharoit bor ish qilib. Ko'z tegmasin. Xormaylar. Jigarlar. Bir kunda urib taylayman degan odam qarang. Qanday eldik? Alaykum. Yaxshimisan? Anaki. Bo'la ekan. Ha, bo'lar. Sementlaring nechta ketdi? Ha, bo'larmi? Sement yetami? Yetqalami? Yetmasa siypalatamiz. Siypalatasizmi? Ha, bip. Yorilibdi-ku bu? Ha, mana bu nimani o'rni, profilni o'rnida. Ha. Assalomu alaykum, Sherali buva qandaysiz? Mazasi yo'qmi? Mazasi. Zo'rmi? Kasalda. Assalomu alaykum. O'laysan qandaysiz? Qandaysiz? Yo'q, bunaqa ichmayman. Mikrofon gapiramiz-da. Gapirasiz. Gapirmayman. Mang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog'misizlar, salomatmi? Charchamay ishlayapsizlarmi? Mana biz ham quryapmiz. Mana kam qoldi. Mana bugun stachkalarimizni qilib bo'lsak, so'ng blok terishga o'tamiz. Nasib bo'lsa. Blok gaplashdik. Ana yashang. 3000 so'mdan ekan. Bir joyda bor ekan 4200 so'm. Voy. Bak qimmat ekanmi? Ya u boyagidek ano qilinganda. Tik. Prislangan. Ha, bo'ldi. Sherali yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ketib boryapsiz. Yaxshimisiz? Mazasi bo'lmadi-da. Mazasiz bu ham. Mazasi. Yaxshimi? Ichki top ko'p ketdi. Nima? Kechadan beri ichki ketyapti. Men giyohlar havozni mana yana terdim giyoh. Shuni ichiryapman damlab. Giyohni biron narsani ichib qo'ymaylar. Ana o'yladim, ko'rdingizmi meni ichimni? Buxoriydan bu. Yo'qmi? Samarqand Buxoromi? Buxoriymi nima deydi? Imom al-Buxoriy. Ana. Shuni yoniga turadi bular. Ha, mana. Sen gapirmaysanmi dadalaringga? Va jiyanlar o'sha yerga turadi-da yoniga. Hali o'tamiz bir. Jiyanlar dolya. Jiyanlarimiz ha? Urgutdanmi? Samarqanddan. Mo'ylaki al-Buxoriy Chalak deydi, nima deydi? Imom al-Buxoriy ziyoratgoh. Ziyoratgohdan bular. Uni bilaman. Ana shu yerdan. Yo'q, yoqqa o'tamiz degansiz aytdim. Boramiz hali. Urgutdanmi? Urgutga ham o'tamiz. Oh, ana. Loyda qarang. Qanday bo'libdi loy? Shishadaymi? Zo'r bo'lgan, zo'r. Ana ulay. Shirali bo'lgan. Sen maqtama zo'r deb ishingni yolg'ondan. Mana uni oddosh. Ha, Issiqqa qayrilib ketmaydi. qayrilmaydi, ustun turibdi. Nimaga qayriladi? Agar yakka tursa qayriladi. Ustiga tursa hech nima qilmaydi. Usta blok bosib qo'yish kerak. Bosamiz-da. Hozir teramiz-ku mana. Kuba boryapsiz, ey. Siz ko'p soldingiz, uni qilib bo'lsin-da. Noto'g'ri obodsiz. Satilga borish Profillar kerak. kelsa, Sherali bo'ga ham ish bo'lib qoladi, xudo xolasa. Ha. Oxirlarni qachon yasashni boshlaydi Sherali bo? Mana bitta yasadilar. Shunday qilsa bo'ladimi deb. Ko'p, necha kundan beri turibdi. Sherali bo? Ha. Endi stakalar ko'taraylik keyin qilamiz.
Stoykadan ko'targandan keyin. Ha, o'shanga qarab olasizlar Sotib ha. bo'lish kerak-da. To'g'ri. Yetadi. Ungacha Kam. Hayda bu. qolar yordamlar. Bugun Olib tugatib solar so'raylar lapatga endi bilan. istashgan bir baloq. Bizami? Shohrecha borasizlar-da bugun ha? Yo'q, bo'lamiz istashgani. Bo'lasizlarmi? Ha. Bu yoqqa ham apalabga qo'yibsizlarmi? Qo'yib, mana shuni mana bu tekis ketadi endi bu. Mana juda og'ir ekanmi temir? Ha, yo'q, kerak emas ichiga. Yaqinroqqa qo'yib joyida. Mana bu faqat tekis ketadi. Bu yerga suvni ketayotgan qildik. Mana. Ha, uklon bergan. Uklon berdik, suv mana shunga ariqqa tushadi. Ana arig'imiz ham 33 bu lapatga o'ynab. Juda chuqur bo'layotmasin lekin. Yo'q, buni ip tortib mana odash ko'taramiz, suvni aqqa olamiz-ku. Ha, uklon yoqqa qarab ketadi. Ha, uklon olamiz. Ha, bo'ldi. Bilamiz o'zimiz. Yoqqa bor chuqur bo'lib ketmasin-da. Yo'q, sayoz qilamiz. Juda chuqur bo'layotmas. Juda mana shundoq qilamiz, ko'rasiz-da. Sal tumshug'ini ko'taring ozgina. Ha. Ya, zo'r haqiqatda operator zo'rnoq. Yangi operatorda bu. Bak tanishtirmadi qayerdanligini. Bu Surxondaryodan. Ana yashang. 70-75 deydi-ku o'sha odam. Shundaymi? Ey yashang. Aka gap yo'q. Yaxshi. Surxondaryo degan joydan Navoiyga kelib turibdi aka mana, ko'rdingizmi? Yaxshi-da. Qarang. Yosh arabda odam baqa kelib. Bu sochli oqida qara bo'libdi endi yana. Giyoh ko'p ekanda, giyoh. Shu narsa. Giyoh ko'p ekan bu yerga. Kim aytdi Qarang. sizga? Nima qilsa? Kim bu energiya beradi deyapman, Red Bull. Ishonmay qolgan. Sizlar ichmaysizlarmi, yurtdoshlar? Ichamiz hali. Mana uloyni qilib bo'laylik. Nima ichmaymiz? Tugaydi biz. Tugamaydi. O'z bilasiz. Ana, Ha, shu yoqqa tayyor ulayjon. hozir mana yurtdoshlar ko'ryapsizlar, mana shu o'rta yo'lak bo'ladi. Mana har bitta tumba, mana tumba qo'yilgan. Oxil bo'la, oxil buni ichiga, arasiga. 2, 3, 4, 5 ta mana bitta redga 5 ta. U tomondan ham qo'yilgan 5 ta, 10 ta. Bu yerdan ham qo'yilgan 5 ta, 15 ta, u yoqdan ham 5 ta qo'yilgan 20 ta. Jami 20 ta stoyka bo'ladi. Shu stoykadan tepaga qarab nima profildan stoyka qilamiz. O'rta 3,5 metr bo'ladi mana shu yerda balandligi. U tomonga uklon bo'ladi, ikki tomonga uklon bo'ladi. 2,5 ikki tomonga uklon bo'lib tushadi. Ikki tomonga ketadi-da suv. Bu tomonni stashga ham sistema qilmayapmiz, tuproqni o'zini qilamiz deyapmiz. Qo'ylar turadi bu yoqda. Bu tomonda katta mollar, otlar turadi, boqiladi bu tomonda. O'rtadan o'sha mollarga qaraydigan inson Ikki tomonga o't taylab ketaveradi-da. yemishini berib, ovqatini berib, suvini berib ketaveradi. U tomondan tozalab ketaveradi. Axlatini tozalab oladi. Ana, qarang. Endi ishlar bo'layapti, bu yerni so'rasanglar. Ishimiz zo'rda. Shamolni qarang, oh. Shamolcha ham yaxshi zo'r ketyapti. Shamol zo'r bo'libdi. Ha, ana shu to'ldirib chiqing. Qani? Yashang. Nima bo'lyapti? Zo'r bo'libdi ulayjon. Bundan ortiq bo'lmaydi. Ana. Ana. Qirasini yedirib taylab o'ynakida. Ikkisi teng bo'lurmi deydi-ku. Ha. Beqani nima sachratgansizlar? Ketadi. Mana bundoq qilsangiz ketadi. Hali sal qotsin. Ishkali. Bitta suvuramiz yana. Bu tomonga bitta suvurdim. Shuloyni obib abid qilasiz. Hay, abid qilaveramiz. O'ynab, kulib qilyapmiz işte. İşte ovqat. Mayli, olaylik-da, odda shuni. Hay, yaqacha boram, shuni bugun tugataylik. Qaysin? Mayda tugatamiz hammasini, istashgani. Ana. Ha, ana mana ko'rasiz. Kecha qayerga, managacha qo'ydinglarmi kecha? Mana uni oldik, mana baqqa keluvdik-da mana. Qarong'i bo'lib qoldik-ku. Mana hozir ertalab turib, mana buni olamiz. Ha. Juda qalin ham bo'libdi-da endi. Mana bu bardorimiz maydada. Kam ketibdi loy. Loyimiz Kam ketayotgan. mayli bo'ladi. Ya, o'zim charchatmaydi-da bizlarni. Endi qarang. Ha. Uni qo'ying. Ha. Mana bu qotadi hozir. Ha. Qotgandan keyin mana shuni ustiga qilib itdaydi endi. Ertaga bizda ish qolmaydi bu yerga loy. Ha, nima g'ish terishga shuni ustiga qilamiz. Ha, Bo'ladi, bo'ling deyapman-da. Tushundim. G'ishga yetadi o'sha ancha to'lsa. Ha? G'ishga o'zi ketsa.
Ya toshib yurmaysan-da, mana shu To'ppa to'g'ri aytibdilar. tashkan ustiga Shuni olib terilaveradi. Shunday qilaverasan-da demoqchiman. Ilaydan olasan qumingni. Yedi Yirik qum ekan qanday bo'lagan ishga turga? Qaysi? Qum yirik ekan qanday bo'lagan stashka? Stashkami, g'ishkami? Ishga turkaga. Yarim metr mana qarang elay. Ha. Yarim metr elay davosi g'ish Ishga turka ham bo'ladi. g'ish. Ha. G'ish bo'ladi. Ishga turka ham bo'ladi, azizda ishga. Zo'r bo'ladi. Bu idal chiroyli qilib ketaman men. Qizim ham ketadi kamera lekin. Ha. Qizim ham shlyapingiz bunday qo'yib olsangiz bo'ladi. Qizim Ustiga buni ana, endi o'zini kallasini qo'yadi-da. Qo'yasiz. O'zi To'g'ri qilib. Tabiatni ham ko'rsatinglar, tabiat. Ha, ko'rib turibdi-ku yurtdoshlar, mana qir adirlar, uy ko'rinmaydi. Ko'ryapsizlar. Aylantirib ko'rsating. Zavodda ishlayaptimi yigitlar? Yo'qmi? Buzi bu ma'mali ham. Manaki. Like'lar bosib kuzatishni davom etamiz. Gumbillatinglar ulay. Ish zo'r kitobda qizg'in. Hozir abidga chiqar yigit. Ha? Oddoshdan bitta chiroyli Chiroylik aytasiz. Aytamiz. gitarada eshitamiz, ha? Aytamiz. Ana bu ham tumchuqqa kelyapti. Aytamiz. Aytamiz ulayjon. Ehtiyot bo'ling. Yaxshi operator ekan. Operator gap yo'q. Tumshuqni olib ket. Ko'rsatibdi haqiqatdan ham. Keyin kecha kommentariyada yozibdi bitta ikkita darma yetlar. Ha. Bunga ham ehson karta qo'ymabsan-da. Shu bo'lmaydi-da. Inson ehsonni menga qilmaysan. Ha. O'sha qilmaydigan insonga yozmaydi, shu qilmaydigan bir ikkita Bor-da unaqa. chortlar bor-da. Hı. Gatlar bor. Ay shunaqa iplos odam deydimi endi uni. Ichi bu yerda yonib baxillikka to'lgan insonlar bor-da. Nima deymiz endi ularga oddosh? Yaxshi ish qilsangiz shunday qilishadi bular. O'zimizda shunday-da. Savobda bu ish. Bunday bo'pti-da, bitta voqea aytib beraman sizlarga. Ayting. Do'zaxga tushibdi-da. Bir o'zbek tushib qolibdi do'zaxga. Keyin qozonda qaynatganmish-da. Suvni ichiga tashlab shu do'zaxda qaynatayotganmish odamlar. Bitta qozonda uruslar bor emish-da, ustiga o'sha qopqog'i yopilgan og'ir narsalar bilan yopilgan ekanda usti. Keyin nima yopib qo'yibsizlar buni desa, chiqib ketadi. Chiqib ketmasligi uchun qopqoqda yopib qo'ymish, shunga qaynatyapmiz. Do'zaxda-da endi bu. Keyin yana qaysidir millat vakillarini nima qilibdi-da, ularni ham yopib tashlagan ekanda og'zini. Keyin yana bitta qozonga borib, qanday og'zi ochiqmish, qaynayotganmish-da. Ha. Sen shunga kirasan debdi. O'zbek ekanda u. Bular kimlar desa, bular o'zbeklar debdi. Ha, nimaga buni og'zini yopib qo'ymagansizlar? Chiqib ketmaydimi desa, yo'q, bir 10-15 ta o'zbekni qaynatgandan keyin bittasi chiqamansa oyoqdan tortar pastga debdi. To'g'ri-da, ha shu to'g'risida Sherali buva, o'zimiznikilar shundayda, bo'lsangiz ko'ra olmaydi, bo'lmasangiz bera olmaydi-da. O'sha bir joyga cho'qqiga chiqaman desangiz, o'sha oyog'ingizdan pastga qaratib tortaveradi, bir joyga chiqa olmaysiz ham, o'sa olmaysiz ham. Ana shunda baxil insonlar bor-da, kecha karta prichon bu yerda. Nima karta qo'yib, keyin bittasi yozib yubordim matvetiga. Xudo xolasa kasal-pasal bu bir narsa bo'lib qolsangiz dedim. Kartangizni qo'yib beramiz, mehribon xalqimiz yordam qiladi sizga ham dedim. Shu Xudo ko'rsatmasin, avvalo o'sha gapiga javobda bu. Karta qo'ymabsan-da bir narsalar, gapni qarang. O'sha sen mazang qochib qolsa, kelasan yonimga, to'g'risida. Mazam bo'lmay qoldi, to'dimida, sudimida. Ha. Avvalo kasal bo'lma. Hisobida shunaqa bir ahmoq odamlar bor-da, o'sha o'zi bilib yozadi yo bilmay yozadi-da. Yomon gap nima kerak? Yaxshi. Bu yerda bo'ladigan ish, aziz do'stlar, prosta kimdir mana shu chorvaga qiziqadi, mana shunaqa qurilishlarga qiziqadigan insonlar ko'rsin. Bu video majburiy emas, misol hech kimni yoqasidan ushlab shu videoni ko'rasan deb nima qilib bo'lmaydi.
Prosta video mana manfaatli bo'lyapti. Ko'radigan misol kimdir mana shunaqa ish boshlayman desa, Asta to'king. shunaqa ish boshlayman degan bo'lsa, ko'radi. Shunday. Nima bo'lyapti? Qancha rasxod ketyapti? Qancha sement kelyapti? Qancha qum ketyapti? O'shalarni ko'ra. Ha, misol uchun men boshqacha proyektdir bu. Ko'rsatib berganimiz mana shu ishlarni qilsa, haqiqatan ham arzon ham qo'y, mol boqadi bir tomoni ham. Shunday. Bu at ko'rma bo'ladi. Misol uchun boya dalay olib chiqib boqiladigan mol, qo'ylar bo'lmaydi. Bu yerda boqma mollar bo'ladi. Misol uchun shu yerga bog'lab boqiladigan ho'kiz bo'ladimi, qo'y bo'ladimi, hammasi mana shu yerga semirtiriladi-da, so'yib sotiladigan bo'ladi. Shunday. Go'shtga topshiriladi. Layklarni bosinglar, mayli endi, nima deymiz? Yaxshi odamlar yeydi go'shidan. Shunday. Yomon odamlarga kallasini berishga foydasi bilan. Kallasi qayib, kalsiy-ku kalla. Mayli, nima tozalab yeydi-da. To'g'rimi Sherali bu? Ha bir so'rashib qo'ymaysizmi yurtdoshlar bilan? Keling, yuzni oching, kuyib ketmaysiz, Sibek. Kasal yuqmasin-da endi. Kasal. Keling bir gapiring, bak keling boy. Mang. Nevaralaringiz ko'radi. Ya nevaralarim ko'ryapti. Assalomu alaykum. Oling yuzni. Yo, allergiya bor, allergiya bor shuni. Tonimaydi-da keyin nevarangiz, mayli. Nima tanımaydi, ovozimdan tanıydi. Nevarangiz kelaman deb qo'yman. Kelaman deyapti. Olib kelamiz. Buni ko'ryapti, kelaman deydi. Ya kelsa mayli, olib ham kelamiz. Tomosha qilib. Yo, yaxshi, mana toza havo zo'r. Toza havo. Xudo xolasa, buni joylarga ishlashni ham o'zi bo'lmaydi, haqiqatan. Shunday. Rahmat. Bobojonim meni. Ota salom bilan ishlayapmiz. Zerikmaysiz, kulgi, ashula. Ha. Kechda havosi umuman Mana buni yursangiz yosharasiz bobojon. Shunday yosharimman endi. Ay, ko'rdingizmi? Ha. Mana buni yursangiz yosharasiz bobojonim. Haqiqatan. Mehribonim deng. Mehribonginam. Bu mening bobom. Mana. Bo'ladi. Yana birozdan keyin video bo'ladi. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi davom etaveradi. To'g'rimi Sherali bu? Mana aka, ko'rsatamiz. Likelarni bosib, kanalga obuna bo'lib turinglar. Tomona kelsang ham. Mana aka. Havoni kimmi deyman, mana? Ha. Boshqa obyektimizga balonlar ketyapti aziz do'stlar. Bobo kelganlar. Hormang bova. Charchamayapsizmi? Ye, yoqimli ishda hali charchamayapsizlar. Kelamiz. Charchamayapsizmi? Go'shtdan olinglar. Gap yo'q mana. Ayo, olindi dasturxoncha mana. Mana ki. Bu yerda balon ketyapti. Sal pastga qilsangiz bo'ladi. Ketibdimi havon balon? Yaqin qolgan. Ichkaridan kimdir ushlab turish kerakmi? Mana balonni qo'ysak, hozir uni nima qilsinlar? Karton berib olib qo'ysinlar. Kepara qo'yib, kraskasi. Ichkariga kirib, birov ushlab turish kerakmi deyman, ha? Yo'q. Olib ketadi bu lekin. Mana balon qo'yamiz endi. Mana buni deyman. Ushlab tursa, yopasizlar-da. Ushlab turmay, yopaveringlar. Chapaqalab qo'ygan yo'q, o'zini olayotgan yo'qmi? Yo'q. Nima edi o'zi bu? Supurgi. Jo'roq deydi, nima deydi? Supurgi. Shirin bo'ladimi supurganda? Supurgi. Yashaylar. Like'larni bosinglar jigarlar.
Mana yurtdoshlar xudo xolasa mana jelizalarimiz ham keldi. Nasib bo'lsa xudo xolasa. Bizni profillarimiz kelgandirdi xudo xolasa. Manaki. Mana bular bizga. Bulardan zavod yasaladi. Endi maketi turibdi. Guleyjonlar deydi. Sivellar yo'q, zavod yasaymiz. Ha? Zavod yasalar, zavod. Mana bu zavod bor-ku. Zavodchilar qani? Qani bizda operator. Bularni ham chaqiringlar, o'zlari metalni olsin. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Mana bu yoqqa tushaydi aka. Yasirga tushirib tashlaveramizmi? Sherali bu? Ham kelgan, menga ham. Ha, sizga ham kelgan. Mana bular. Ana shu. Bular bu bo'lanki. Bu bo'laniki. Mana maklar. Bo'lmasa sanki hozir bular kimlar? 24 milyon 350 ming bo'lib tanmas. Stoyka bo'lami 8 ga 8 Sherali bu? Zo'r bular. Zo'r, ha? Metrli ha. Nima yo'qsiz siz? Qayerda yuribsiz? 24 milyon 350 ming bo'libdi. 2 oktabrli Irondiki ekan. 15 dona. 8 ga 8 stikasi dechiga. Ha? 15 donasida mana 13 metr sizlarga. Keyin mana 36 metr. List 27 kvadrat 3 dona. Keyin 80 ga 80 6 dona. Keyin ugonlik 27 metr. Bu nima bu? 2 oktabr. Ya u bizani astatga u. Mana bu. Ha. Mana 15 shtuk bizani bazaga bu narsa 15 ta. O'shandan sizga 13 metr kelgan. Bo'ldi, tushundim. Bosinglar bo'lmasa. Birov tushirib bermaydi-ki. Ya birinchi buni tushirish kerakmi deyman, ha? Yo'q. Birinchi buni Ololmayman. Voy, yoqdan keladi-ku. Tuturamiz. So'rang bo'lmasa. Menga qayerdan kelishi farqi yo'q. Men prosta aka odam mayt qiladi-ku 24 lik do'qqa 12 metr. Bu mana 8 ga 8 profilchalik ishlamayapti. Ha, mana bor ekan. Tagidagi, eng tagidagi. Bo'ldi, tushunadi. Shuni biz tushiraylik 8 ga. Sal haydang aka, bular tushirib olsin, yani yemishni oldi. Tushirib olaylik. Chaqiring oddoshni ham. tabii ki menga aniq razmerda orqa tomoni qancha, anosini qancha ko'taryapti bu. Ya 100 marta aytilyapti, Sherali bu. Devor tomon 2,5 metr deyildi. 2,5 metr juda past emas. Qanday past? O'shaka 3 metr deganda qildik adamlar. Yetmay qoladi hozir material. 70 metr material bor-da hozir. Oldi tomoni baland bo'lyapti-ku. Oldi tomoni baland bo'ladi, orqasi.
Aha. Bular. Mana qarab tortasi kishirali bu, mana qarab ketadi-da. Yo'q, yonboshqa otasizmi? Haydang, mana. Shuncha aytayman-da, ko'tarishga qiynalasiz. O'zlar yechib beradi, do'st. Mana balo deydilar. Amma bilan endi salishi mumkin a? Yo'q, yumalab ketishi emas gap. Mana mexanizmda salatga aytdi. Chiqing tepaga. Tepaga chiqing. Tepaga chiqsa pastdan qanday bo'ladi? Mana bu yoqqa keladi. Ha, ot urmay, sinfasga qaratib ya. Chinni bo'lsa ham bu sinib ketadi desiz. Suruva. Nima deydi? Davay. Bortdan o'tdimi? Davay, tashla. Yana uzoq topding. Qoching. Endi qilmang stopsini. Ko'tarish kerak ekan. Mana mashina stopsini. Ko'taringlar. Ha, sekin, ha shunda. Qo'y, endi og'irmas ekanmi? Ha, 8. Stoyka edimi? Puldan oldi. 35. Bakın ağrı bu. 3.672.000 bo'pti-da, 72 metr ekan. Elli 1.000 ekan. Metri. Tamam bakın yolda oturun. Bakın yolda oturun. Ha şu. Koy. Na bikini, давай. Kupala ses, sport euro. Ha. Popoloqcha emas u, mikrofon tushib qolibdi-ku. Al har bu ana. Gezendeki bir boz sıdırmoqchi. Shundan. Qormaylar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Bularni ham olib qo'yavering, aylantirib operator yigitlarni. Ha, operator. Bo'lmaydi-da, qo'rqoq olaverish kerak, aylantirib. Bo'lmaydi-da. O'zi 20 metr. Qara, endi shirali bu buyog'ini bosaverasiz. 72 metr. Bize
Bolgarka bilan suvarishni apparat kerak edi. Rustam, bolgarka bilan suvarishni apparat kerak edi. Ne osmonda olyapsiz? Nima svarka apparatdan tosh deysiz? Bolgarka. Yo'q ekan skirat. Skalatda bormi? Ha, bo'ldi, skalatdan olaveramiz. Olib berasiz. Siz Ha, bitta apparatida olib. Qiziqib qoldi. qiziqib qoldi kamera tushirishga. Profayl uchun. Ey. Mana. Hammaga bu yoqda. Aziz do'stlar, xudo xolasa manaki profillarimiz keldi. 72 metr Sherali buva. 3 metrdan 30 metr bo'lsa o'rtaga. Shunda 72 bo'lsa 42 metr qoladi. 42 ni agar 10 ga bo'lsak. Tak. 5 ta 10 tasi 10 donasi 2,5 metrdan kesiladi. 25 metri chakkasiga ketadi. Bo'lingan. Tak. 3 metrdan 30 metr, 55 mi? Bu yoqqa 71 mi? 72 metr. Ko'p ekan, yaxshi. Shuning uchun balkim ular orqani uzunroq olmoqchi. 2,5 dan hozir bu yoqqa 5 ta 10 ta ketyapti. 25 metr. 3 metrdan ham 10 ta ketyapti. 30 metr. 55 metr bo'lyapti. Mabodo ular aytgan bo'lsa, bu yoqda balandroq bir maslahatlashinglar. Men hozir kesib tashlab. Hozir buva. Yana ular yotmaydi. Ya menga 3 ga 2,5 dedi-da. Hozir balki balandroq ham qilsak bo'lar ekan shuni. To'g'rimi? 2,70 danmi? Yaxshi. Ya bo'lmasa bu yog'ini 3 metr, bu yog'ini 3,5 mi? Shuni bilib aniqini aytinglar-da, men hozir Qarang-da, tog'a. Aka bir tomonni olib qo'yinglar, bu yerni qaytaveramiz. Mana Qarang-da. Mana stoyka bor-ku. Xo'p. O'shani o'rta 3 metr, bu yog'i 2,5 metr bo'ladi dedinglar. Ha. Past bo'lib qolmaymi? Yo'q. Sal balandroq qilsa nima qilar? Farqi yo'q o'zlarimda. Baland bo'lsa farq nimaydi? Chunki ko'p kelibdi-da material, boshqa narsa mo'ljallanmadinglarmi? Narsaga ishlatiladi. Mo'ljallanmadinglarmi deyman-da. Yoniga uradilar ortiq qolsa. Yukni tushirib oladi. Yoniga. Mana nimasi bo'yi to'q, mana ananga tegmasin, bor. balonni ustiga bir qo'yib oling. Nima qo'ysam uni ustiga ham Bir, ikki. Yaqin-yaqindan olavering shofyor ekan. Shoshilyapti ekanlar. Qoching. Ya, o'zi mandamay. Qo'ying, siz yerga qo'ying. Qo'ying yerga. Ashuna qiladi, o'tiradi. Chetroq turing-da, sakrab ketmadi. Shunday petar o'tir. Shunasa qiyin. Lekin qiynaysan. Uzduzmi? Ya bo'ladi. Hormanglar aziz do'stlar, xudo xolasa mana bugun ishlarimiz avjida. Yigitlarimiz
Stashkalarni bosib yotishibdi. Ko'z tegmasin. Quyosh ham botiy deb qovyapti, bo'tda deydi-yu. Temirlar keldi, Sherali buva ikkita stoykani tikka qildilar mana. Qolaversa deydi-ku. Yana bir qator. Gitaran olib kelinglar, gitaran. Oddoshdan bir hirgoya qilsinlar Oddoshjon bugun. Obunachilar uchun. Hormanglar. Manaki. Bugun tugatasizmi Oddosh? Shohir eskilasizlarmi? Amir eskilasizlarmi? Yana bitta qilsanglar yetami deyman, ha? Kam kitobsida mana unga loy. Ha. Kam bo'lgani uchun Unga kam ketganda. kam kitobsida. Ha. Mana. Men yordam beraymanmi? Surib turib. Endi bunday qiling, Oddosh. Ha. Mana shu ustiga qoravering yettadan, agar Qirqtaylarni tosh tabi qiradi deysizmi? qo'ying bejanjal o'tiraylik. Ya, qirmaydi. Qiradi. Chunki qumi kamdamini. Mana buni qarang, qani bo'lyaptimi o'zi? Chotki-ku. E, Keling ya. chotki qilamiz-da. Ana. Qanday ajoyib, qanday suluv. Suluvmi? Ha. Ana ishlayotgan pillada talqingina. Qarang. Ishlang deganda. Peshonam shudur. Ay. Qalbimdagi jon. Aytuvda. Aytjiyan. Tog'angga suyan. Mana bu yoqda oling operator. Hozir Oddiz bitta bu yoqda tushuntirib yuboraylik-chi. Mana Sherali bu nimadir qilyaptilar-da. Achka ham kerak emas Sherali bu qarang. Ana shu tomondan oling iloji boricha, ana quyosh bu yoqdan uryapti-da. Hormang Sherali buva. Qandaysiz? Nima bo'ldi? Bir tushuntiring endi bu yoqini. Ikki boshidan ikkita stoyka qo'yibdilar. Yoqdan bitta, bu yoqdan bitta. Mana shu 2,5 metr bo'ldi balandligi aziz do'stlar. 2,70 qisaymi dedi, yo'q, qilmadi. Chunki hozir yana ko'tariladi. Mana bu profilni ko'ryapsizlar. Ja tipi. Jostik bilan boshqaryapman, o'zini bunday qiling. Pastga bosing o'zini. Ana shunday, ha. Ko'rdingizmi? Keling mana buni oling. Mana bu uzun temirni ko'ryapsizlar aziz do'stlar. Shivellarni mana. Mana shu hozir xudo xolasa qaranglar. Mana bu yerdan bitta stoyka bo'ladi. Mana bu yerdan bitta stoyka bo'ladi. Keyin mana bu yerdan bitta stoyka bo'ladi. Ana shunday 5 dona stoyka bo'ladi, 5 ta. Mana boshiga qo'yibdi, oxiriga qo'yibdi, Sherali bu ip tortadilar. Ip bilan nolini chiqarib mana. Ipingiz nima bo'ldi? Ebi. Men ne qildi bular? Chiqlar qayerga berdilar? Ipga ko'zlaring tushmami, og'ajonlar? Nimaga? Oqib, g'altak. Bo'lmasa xonaga qolgan, g'altak olib chiqqanim yo'q bu. Ha. Anaga hozir mana Sherali bo'g'amiz. Nimani? Jelkani bog'laydilar. Anaki. Keyin o'shanga qarab olib ketaverasan. Hammasi bir xil. Balandligi qanday bo'layapti buni? Bir xilda, to'g'ri? Bu yerda yangi qilibdi-ku bular. Peshonam shudur.
Shaqillatdi elasizmi? Xudo xolasa shaqar. Shaqir. Yechib yuboraysiz deb tushirdilar. Yaxshi. Ishonam shu. Deydi. Yeshgantakda. Yeskanta. Tottingdan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rahmat. Bilegansiz, ha? Ustozlardan o'rgangan amallarimiz bor. Ha. Otash olova brigadir o'rgatibdilar. Kimga o'rgatyaptilar? Endi brigadirimiz-da. Yo'q, kattami? Katta. Katta qilib qo'ygan o'xsham kecha. Katta qilgan. Buni davshi. O'zlaringizdan o'rgandimda men. Buni davshi. Men yoddosh. Ha? Mana beringizga qistiringda qo'shiqdan bitta bo'lsin endi yurtdoshlar so'rashyapti. Saytolmaysanmi? Talant yo'qda sizlar. Bizda talantdan bor, ishtirish ham bor. Hammasidan bor. Baba ayting. Bir kishi kelsa menga yordam. Bo'ldi, boramiz ular. Kapalakday kelib, qoshimda qo'nib, seni ishqingda umrim o'saydi. Nima ham ko'ribman, meni yigit bo'lib, sochingni silashga qo'lim yetmaydi. Peshonam ekan, peshonam shudur, tishimda kirjon, tishlarimda kir. Peshonam ekan, peshonam shudur, tishimda kirjon, tishlarimda kir. Tushib ketibdi-da, kulma. Qayerga? Tushib ketibdi bobojon. Hozir qarabdi, qarang. Ana. Nima yartilab tushmayapmanmi? To'plam ketdi. Mana bundoq qilsak, mana quyosh yopiladi. Shirin shirin so'zlaring gadosiman. Kesimdagi tursulmar men ochaman. Yomg'irdan yo'lingga gullar sochaman. Jonim seni yomg'irlardan qizg'onaman. Misoling adosiman, so'zlaring gadosiman. Fasling izlab ko'yingda men divonaman. Misoling adosiman, so'zlaring gadosiman. Fasling izlab ko'yingda men divonaman. Seni qumsab tortsam jabru jafolar, u yuzingdan bo'za olsa xayollar. Sochlaringni siypalasa shamollar,
Canım seni şemallerden kızganaman. Misalin edasıman, sözlerin gedasıman. Fasın izlep köyünde min divanaman. Misalin edasıman, sözlerin gedasıman. Fasın izlep köyünde min divanaman. Şoxudan bo'lsin qan, Oddosh. Şuku? Bu şuku bu benim adı. Ha bu misoling adosiman deyapsiz-ku. Svarchiklar uchun ham. Bak da zor nomli mikrorayonni Aydın deb atalgan magazinni yonidagi gaz butkada men uchratdim bir qizini suv ichishini yonidagi gaz butkada men uchratdim bir qizini suv ichishini. Звонит звонок. İstatinizden söz Пора расстаться. Oy bakayım ya. Bilmayman. Tanıştım ben şu kız bilan. Husni bor, so'zi bor, o'ziga yarasha. Ko'nglim ketdi mana shu qizga. Yuragim to'ldi bir shirin so'zga. Yuragim to'ldi bir shirin so'zga. Ola o'tiravermang-da siz. Quyosh olibdi mani ko'zimni. Men noto'g'ri o'tiribman-da. Ha. Ko'chamdan doim o'tasan doim. Kuydirib o'tasan doim. Ko'chamdan doim o'tasan doim. Kuydirib o'tasan doim. Nega yig'laysan, kimni o'ylaysan? Sen ish qizoringni kimga so'ylaysan? Nega yig'lading, kimni o'ylading? Ko'zingga yosh olib hiç qaramading. Nega azizim meni qiynaysan? Bir qiyo boqmasdan yurak tinaysan. Nega azizim meni qiynaysan? Bir qiyo boqmasdan yurak tinaysan. Nega yig'laysan, kimni o'ylaysan? Ko'zingga yosh olib hiç qaramaysan. Nega yig'lading, kimni o'ylading? Ko'zingga yosh olib hiç qaramading. Siz ikranın arkasına aytavering. Bu miltiqday. Jilkacha. Oley! Ayağımı kuydirdi. Urug'ni ham hammasi to'g'ri. Tuppa to'g'ri deyapman-ku. Endi qarada, ana shuni qisib taylaysa bo'yata. Miltiqday agar bo'lmasa aytasiz. Operator dashni olib yuribdi. Sizda olibdi. Bo'ldimi Sherali bu? Qo'yyormayman? Mana. Qarang. O'qday. Menga qanday yuramda. O'qday. Bo'ldimi? Ha, açdim abi. Yurtdoshlar mana xudo xolasa yana bir dona qoldi. 4 ta stoykamiz tikka bo'ldi. Uni ham ushlashib turing, Oddosh. Ushlayman. Ular rastor qilguncha. Xudo xolasa bugun stashga tugaydi yurtdoshlar, nasib bo'lsa. Hozir pastda yigitlar 3 kundan beri zavod buzyapti. Zavodni ko'ramiz hozir. Shunday chiqsa bo'lar ekan. Ha? Nereden çıkardın? Bilmiyorum. Mikrofon tushib qolmasin yana sizda. Пора расстаться, я вернусь домой. Aydın deb atalmış magazinni
oldidagi gaz budkada men ko'rdim bir qizni suv ichishini. Ana mikrofonni dup qilib urayaptim ana shuni o'zida. Monitorda bunday qilyapti-ku, gapirgan vaqt. Ko'ryapsizmi? Yerdan tushib boramiz. O dala dashta til hormanglar. İnternet yulduzi bo'lib ketasizlar dasini oxiri. Ana toshlar baqi. Avzida endi zavod bo'lgan bir vaqtlar tilla yuvib oldim. Tilla izlab kelyapmiz. Zavoddagilarga tilla tushib qol. Pamit to'lgan ekan. Mana bir o'rsi hormaylar nima gap ey? Ne? Shavnimi? Kimlik niye böyle? Hep bilmezler, demine koydu. Sos holatdan hammasi bo'ldi. Ha, böyle. Chotki ekan mana zavod buzuv olinyapti, olib borib ustanovka qilib beriladi nasib bo'lsa. Pagrushkasi nima kerak bu? Qaysini ko'taraman men? Mana ketar olib. Ha, shuni olish kerakmi? Bo'lmasa olib-ku, hali qo'parib ol. Ha, yaxshi bo'pti onaki. Mana shu joyda aziz do'stlar tilla yuvib olingan. Qanchalar ishladi bu zavod? 2 Ha, 2 yil ishlabdi. Mana shundan yuvib olinadi. Mana shunaqa zavodlar kimgadir qiziq bo'lsa aytsanglar. Xudo xolasa chiroyli qilib borib ustanovka qilib ishlatib, rezultatni ham ko'rsatib berishadi. Like'larni bosinglar, xudo xolasa bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ertaga yangiliklardan xabar bo'lib turaverasizlar. Ularni ham bir ko'rsataylik, stoykalarni tikka qilgan. Like'larni bosinglar jigar. Arkasına yana bu yonkisi arkasına uçuruyor. Uçuruyorlar mı? Oto'lu. Hozir oto'luydan 2 metr tarafga tushdi. Ben zeytler, ben tasarruf etem. Kada korkular, yuvarlı valla. Bular zo'ring. Bir tema düştü.